Do'stlar, bemorimiz 3 yosh, onasi o'g'lini siyganda tursiga kiyimiga tegib siylik sochilishi bilan shikoyat qilgan. Tekshirganimizda gipostazia degan hastalik aniqlandi. Bir qator tekshiruvlarni qildik. Qoni 110, xalq tilida 11 deyiladi va narkoz doktorimiz ko'rdi. Hozir shu amaliyotni o'tkazgan kutyapmiz. Mana aziz do'stlar, amaliyotimiz 2 soat davom etdi. Biz ushbu bolajonimizga siydiknagi past ekan, yetishmagan siydiknagini yasab, cho'tchini boschasiga olib chiqdik hamda qisman egrilik bor ekan, uni to'g'rilab siydik yo'liga kateter qo'yib qo'yganmiz. Bu kateter 7 kun davomida siydikli jarohatga tegmasdan bitib olishga yordam beradi. Agar sizni farzandingizda ham shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Biz ushbu sohada 15 yillik amaliy tajribaga egamiz. Yurakcha tugmasini qizartirib bosib qo'yishni, podfiksiatsiya bo'lishni unutmang. Shunda biz chiqargan videolar sizga va boshqalarga yetib borishga yordam berasiz.